Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Futbol Plus kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. 2026-yilgi Jahon chempionati mintaqaviy saralash turnirida O'zbekiston milliy terma jamoasining asosiy quroliga aylanib qolgan Abbosbek Fayzullayevning Yevropaning kuchli ligalariga ko'chib o'tishi anchadan beri eng dolzarb masalalardan hisoblanadi. Mavsum oxirlangani sari futbol jamoatchiligi 21 yoshli legionerning CSKAdan boshqa klublarga o'tish imkoniyatlari yanada ko'proq muhokama qilinyapti. Nufuzli kompaniyalardan biri Pro Sports Management rahbari German Skanski jurnalistlarga bergan intervyusida Abbosbek Fayzullayevning Portugaliyaning eng mashhur klublaridan Benficaga transferini nega amalga oshmayotgan sabablarini ham keltirib o'tdi. Futbol Plus kanalimiz esa ushbu suhbatni o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etishni ma'qul topdi. O'tgan yil Rossiya futbolining Yevropa bozorida rad etishini haqida gapirgandingiz. Hozirgi trend saytlarning bu to'siqni bartaraf etishga qaratilganmi? Shunday bo'lishiga umid qilaman. Bizga nisbatan musobaqalar ozgina bo'lsa-da yumshadi. Masalan, Sanderslar tavakkal qilib Zenitga izdiror uchun pul to'ladi. Matrev Savoni PSJga ko'chib o'tdi. Odamlar orasida ham qabul qilmaslik masalasi biroz kamaygan. Shunga qaramay, buning aksini ko'rsatuvchi misollar ham kam emas. Shuni inobatga olgan holda, hali mavjud trendlarni to'liq o'zgarmagan evolyutsiya jarayoni davom etmoqda. Qanaqa teskari misollarni aytyapsiz? Abbosbek Fayzullayevning Benficaga transferini muhokama qilgandik. Muzokaralarning dastlabki bosqichlaridayoq klub mutasaddilari rossiyalik bilan hamkorlik qilish masalasini keskinroq yo'q dedi. Chunki uning klubi CSKA bo'lganigami? Yo'q, biz Abbosbek Fayzullayevni juda tempiri yuqori futbolchi deb bilamiz. Va Abbosbek Fayzullayevni biz kerak bo'lsa Manchester City, Atletico Bilbao, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Bavariyalarga transfer qilishimiz mumkin. Biz bu vaziyatda chuqurlashmadik. Aloqa uzildi. Ularning Rossiya bilan ish olib boryapmiz degan tez esa o'rtaga chiqdi. Paxtakor tarbiyalanuvchisi bo'lgan Abbosbek Fayzullayev 2023-yilning avgust oyida CSKA jamoasiga ko'chib o'tdi va qisqa fursatda Rossiya Premyer Ligasining eng yorqin iste'dodlar qatoriga qo'shildi. 21 yoshli hujumchor futbolchimiz hozirga qadar armiyachilar safida barcha turnirlarda 60 ta uchrashuvda maydonga tushib o'z hisobiga 8 ta gol va 21 ta assist rasmiylashtirdi. Bu muvaffaqiyatlar orasida Fayzullayevning transfer summasi 8 million yevroga ko'tarildi. Bu ko'rsatkich bo'yicha Abbosbek Manchester City vakili Abduqodir Husanovdan keyin O'zbekiston va Markaziy Osiyoning eng qimmat ikkinchi futbolchisi hisoblanadi. Qadrli do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayevni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a Abbos, olg'a O'zbekiston" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Futbol Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.